Hozir vaqtim bor edi, sizlarga yuz haqida ma'lumotlar bermoqchiman. Biz yuz uqudlarimiz va yuzdagi har qanday toshmalar, muammolarning asosiy ildizi, sabablari haqida gaplashmoqchiman. Eng birinchi navbatda yuzni har qanday sohasida kelib chiqayotgan toshmalar, dog'lar, ugrilar, yiringli yaralar, bular hammasi ichki organizmdagi bo'layotgan muammoning signali hisoblanadi. Masalan, mijozlar bilan ishlash jarayonimizda iyaklarni toshayotgan toshmalar yoki bo'lmasa og'riqli, yarali ugrilar, bularni hammasi jenskiy tomonlama kasalliklar yoki urologicheskiy kasalliklarni signali hisoblanadi. Qachonki biz mana shu ichki organizmdagi jenskiy tomonlama, urologicheskiy tomonlama kasalliklarni bartaraf qiladigan bo'lsak, bu toshmalar ketishni boshlaydi. Agarda peshona qismlarida mayda toshmalar, qizil toshmalar, ugrilar, og'riqli, yarali dog'lar bo'ladigan bo'lsa, bularni barchasi qabziyatdan va ichakdagi, yo'g'on ichakdagi muammolarning signali hisoblanadi. Ko'z ostidagi yoki bo'lmasa yanoqlardagi dog'lar bu hazm qilishdagi muammolar va o'tdagi dimlanishlardan kelib chiqadigan o't yo'lidagi muammolarning signali hisoblanadi. Agarda o't zagib bo'lsa, qiyshiq bo'lsa yoki bo'lmasa o'z ish faoliyatini yaxshi bajarmayotgan bo'lsa, bu darhol ko'z atrofi va ko'z tagidagi dog'lardan bildiradi. Agarda yuzni mana shu qismlarida mayda toshmalar, dog'lar, ugrilar bo'ladigan bo'lsa, bu hazm qilishda, oshqozondagi muammolarni bildiradi. Ya'ni oddiy yuzingizga toshayotgan har qanday toshmalar, bular ichki organizmning signali hisoblanadi. Biz faqatgina yuz g'o'dlarini beraversak, kollagenlar ichaversak, dog'laringizni ketkazdiradi, ugrilaringizni ketkazdiradi deb turib, ichki tomonlama tozalov qilmas ekanmiz, biz ming dollarlarga oladigan yuz g'o'dlarimiz kosmetologlarga borgan taqdiringizda ham u muammolar qaytalanaveradi. Eng birinchi navbatda kasallikni ildizini yo'q qilishimiz kerak bo'ladi. Endi esa sizlarga o'zim har doim kunlik foydalanayotgan yuz uqudlarim haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu penkamiz yuzni eng birinchi navbatda tozalovchi hisoblanadi. Mazza qilib yuzingizni yuvgan paytingizda ko'pik chiqadi, ya'ni penka chiqadi. Yuzingizga massaj qilib surkayotgan paytingizda yuzingiz mazza qilib dam oladi, kislorod kirayotgandek bo'ladi. Ya'ni yoqimli va barakali bo'lgan penkamiz birinchi etap hisoblanadi. Undan keyin penka bilan yuzingizni to'g'ri tozalab olganingizdan keyin bizni ikkinchi bosqichda haftada 1-2 marta foydalansa bo'ladigan yuzni chuqur tozalab beruvchi, sepkillarni ochartirib beruvchi, dog'larni ochartirib beruvchi mahsulotimiz bor. Bubble pudramiz. Pudra ko'rinishda yuz va qo'l nam holatida bo'lganda buni maska ko'rinishda yuzga surkaladi. Mayin qilib ishqalanganda yuzga surkalgan paytda yuzni poralarini chuqur tozalab beruvchi mahsulot hisoblanadi. Navbatdagi mahsulotimiz Bubble pudradan ishlatilinadigan ugulni maskamiz hisoblanadi. Bubble pudralarimiz yuzni chuqur tozalab bergandan keyin, poralarni ochib bergandan keyin bu ugulni maskamiz qora nuqtalarni yo'q qilib beradi. Ya'ni qora nuqtalarni yo'q qilish bilan birgalikda jiraviklarni yo'q qilib, terini chuqur tozalab beruvchi ko'p martalik maskamiz hisoblanadi. Bular bilan yuz tozalagandan keyin bilamizki, tabiiy ravishda poralar ochilib qoladi va shu ochilgan poralarni kichraytirib berish uchun, toraytirish uchun va yuzni chuqur namlantirib, keyingi uqudlarga tayyorlab beradigan mahsulotimiz bu tonikimiz hisoblanadi. Bu toniklarimiz 2 mahal, 3 mahal bemalol ishlatsa bo'ladi. Yuzni mayinlashtirib va uqudga tayyorlab beruvchi bosqich hisoblanadi, ko'prik hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz esa kunduzgi siviritkalarimiz. Mayin ajinlarni yoyib beradi va mimik ajinlarni yo'q qilib berish xususiyatiga ega, oziqlantirib, vitamin bilan to'yintirib beradi yuzda. Sizlarga navbatdagi mahsulotimiz haqida alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Bu Enel kompaniyasining eng brend mahsulotlaridan biri bo'lgan Biom 2 tomonlama kremi hisoblanadi. 2 dux fazni mana bunaqa chiroyli 2 ga bo'lingan bo'ladi. O'zini aralashtirish uchun qoshiqchalari bor. Hozir men sizlarga buni ochib ko'rsataman va nima uchun ekanligini ochmasdan ochib turib shunaqa hidi zo'r, buni sariyog'ga sariyog'ga o'xshab surtib yeb qo'yging keladi. Shu darajada hidi yoqimli, ko'ryapsiz, o'sha ancha ishlatganman. Barakali bo'lgan mahsulotimiz yuzni to'liq namlantirib beradi, oziqlantirib beradi, mimik ajinlarini yoyib beradi. Tarkibida kollageni bor, gialuron kislotalari bor. Bu degani dog'larni to'liq ochartirib, boshqa dog' tushmasligiga yordam beruvchi, yoshartiruvchi hisoblanadi. Eng zo'r kosmetikalarda, yuz uqudlarida bundan foydalaniladi. Ko'ryapsizlarmi?
Bu mahsulotimizda nima uchun ikki tomonlama degan savolingizga bitta qilib javob bermoqchiman. Har bitta yuz aralash yuz bo'lishi mumkin, quruq yuz yoki yog'li yuz bo'lishi mumkin. Bularda faqatgina mijozlarim uchun to'liq ma'lumot beraman. Mahsulot olganingizdan keyin to'liq, masalan, yog'li yuzga bundan ikkita, bundan bitta yoki bo'lmasa qoshiqchalardan o'zini qanchalik foizda foydalanishimiz haqida faqatgina mijozlarimizga ma'lumot beramiz va yuzingizni holatiga qarab turib qanday surkalishini, ishlatish tartiblarini to'liq tushuntirib boramiz. Buni ham ertalab, ham kechqurun bemalol foydalansangiz bo'ladi. Juda ham barakali va natijasi juda ham tez bilinadigan effektiv mahsulotimiz hisoblanadi. Hidi ham juda ham yoqimli. Kechga surkalgan payti yuzni dam oltirib beradi, ajinlarni oldini olib beradi. Kuni bilan qiynalgan, mimik ajinlar orttirgan yuzni yoyib dam oltirib oziqlantirib beradigan bo'lsa, kun davomida esa yuzni har qanday holatlardan saqlab beradi.